Keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi, doktor? Albatta, kelinglar, kelinglar. Xo'sh, kelinglar. Nima xizmat? Nima bezovta qilyapti? Shu desangiz, doktor. O'g'limiz allaqachon 5 yoshga to'lgan. Lekin hali ham tili chiqqani yo'q-da. Nima qilishni bilmayapmiz. Yana andaqa ruhiyatida deydimi, shunga biror muammo yo'qmikin deb. Oddiy so'zlarni ham ayta olmayapti-da. Yana qandaydir bir tushunib bo'lmas tovushlar chiqaradimi? Janimni tili 2 yoshda chiqqandi. Buniki bo'lsa. Tushunarli. Xo'sh, shunday shirin bola nega gapirmaydi? Qani, menga qarachi? Isming nima seni? Yoshing nechida? O'yinchog'ini ber, bunga tinchiydi hozir. Shu telefon jonini huzurida buni. O'g'lingiz yig'laganda doim mana shunaqa qilib yupatasizlarmi? Ha-da. Bu tug'ilgandan beri telefonni jinnisida, uyg'ongandan qo'liga tutqizib qo'ysiz bo'ldi. Xarxasha ham qilmaydi, qorni ham ochmaydi, shu bilan o'g'ini o'tiraveradi. Onasi hamma ishini bitirib, tugatib kelsa ham bu baraka topgur, telefonining o'yini tugamaydi. Shunisi yaxshi-da, doktor. Uyda o'zini yonimda o'tiradi, ko'nglim tinch bo'ladi. Ko'chada nima ko'p, mashina ko'p bo'lsa, qo'rqaman-da. O'g'limizni aqli baloni bariga yetadi. Telefonni bizdan yaxshi biladi. To'g'rimi oyisi? To'g'ri. Uyda bolangiz bilan hech bunday gaplashasizlarmi o'zi? Ha, endi 4 muchasi sog' bo'lsa, shuda eng muhimi, doktor. Men-ku kun bo'yi ishlaman. Onasini ham ishlari kam emas. Tushunarli. Gap bu yoqda ekanda. Bola soppa-sog'. Uni aqliy rivojlanishda ham hech qanday nuqson yo'q. O'g'lingizni gung qilib qo'ygan narsa mana shu telefon bo'ladi. Ertalabdan kechgacha bola million xil tildagi videolarni ko'rganidan keyin bolani ongi qaysi tilni tanlashni anglamay qoladi-da. Baraka topgurlar. Bolaga o'zini ona tilida gapiringlar, u bilan o'ynanglar, muloqot qilinglar. Osongina o'yinchoq deb qo'liga mana bu telefonni tutqazib qo'yavermanglar-da. Endi biz nima qilishimiz kerak? Bolaginam nima qilsa gapiradi. Xo'p. Qishloqda biron bir qarindoshinglar bormi? Ha, ota-onam, ukalarim bor, birga qishloqda turishadi. Juda yaxshi. Bolangizni qishloqqa olib boringlar. Telefondan, kompyuterdan yiroqda bo'lsin. O'sha yerdagi bolalar bilan muloqotda bo'lsin. Mana meni aytasiz. Bir haftadan keyin natijasini ko'rasiz. O'zi anchadan beri qarindosh urug'lardan xabar olganimiz yo'q edi. Bu ham bir bahona bo'lar ekanda. Ay yashang. Ham siylay rahim bo'ladi, ham bolajonga foyda bo'ladi. Rahmat, doktor. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Aziz ota-ona, farzandingizning ilk ustozlari sizsiz. U bilan o'z ona tilida gaplashing. Bola mehr va muloqot bilan kamolga yetadi.